5 saralıq 2003'nin 7000 kölük maşinasidan bütün Şinjan ayını pişkirib gelip elektrikini bulamdı. Ağzından cesse sıfır çıkardın şu an. Bu işkimiz Nurgun Japan tatlılarından. Barımını al, birey sana, kadrimini kırgın. Atdiganda tomonun ochiq vaqtida o'zimning ustun aqshidan boshlab ketdim bugunlik safarimni. Bugun ustaralikning kaga yarab qolsa shaya. Mush 3 kunda ya kucha, shinqa, shaya, ishnayan aylanib chiqdik. Bu yerlarning taraqqiyoti haqiqatan yaxshi. Bizning bulardan o'gindiga yerimiz xilli bor ekan. Masalan, bu og'inimizdek, bu og'inimizning ismi Shamsharjon. Shamsharjon deganiga xalqlar hayron qoldi deyman, qanday bunda ism bor deb. Bunda ism bor ekan. Shamsharjonning sherigining ismi Lazboyga. Mana endi tegim hayron qoldinglar deyman. Tegim hayron qoldigan ishlar bor ekan. Bular egilik tikilgan ishchilardi. Bularmi bizdek yosh egilik tikilgichilar ekan. Bularmi menga o'xshashmish do'yin ishlarni qildi-ku o'zining noyasida. Lekin ammo bular bizga qaragan chaqda bu sohada xilli utuq qazanibdi. O'xshash bir vaqtda boshlagan o'xshash ishning keyin nimish kishildan keyin natijasi o'xshamaydi. Mush to'g'riliq, mush bag'iylarimiz bilan xil o'tdansiz paranglashdik. Masalan, egilik tiklayotgan, mushda tirishayotgan bir odamlarga deydigan bunda mush o'zlarini pishda o'tgan ishlardan biri kaptiranglar bormi? Taklif fikr. Taklif fikirmi? Men his qilishimcha shu eng muhimi halqi bir ish qilib bir yilgacha men plan bu tapassam, avtomatik elektriklasam deb plan so'qmay. Na o'ylab baqsak biz shu ishni qilib 2,5 yildan ondan 2 yildagimi? Ondan pul tepish boshlabmiz shu. Ekranning bir degan gap bor. Bir kasbni 5 yil qilsang natipesi 10 yıl qilsam go'sht tepesi. Ma ko'rayotgan yeringlar bo'lsa, bularni yeng boshlagan turga, buningda shu alvast uy deb nayiga bir yengillik bir o'ynaydigan bir yerda bir vaqtda bu yerga. Nayet qamlashib ishlarga kirib bir ko'zib chiqdi. Butun enchik nuqtalardan tortib o'zlari pishib turib qipti. Buning shog'osim nayet yaxshi kelib bir tiyan keldi fursat bo'lib qolsa, bashaqlar o'tib qolsanglar, kirib chiqsanglar bu odam ish boshlaydigan mas qilib qopdi. Og'inimiz Shamsharjon chiroyli qo'shib qo'ydik. Bu nurg'un taklif fikrlarni bergan bo'ldi. Hamda shayani keyin bir manzillik bir yerga ma'lum qilib. Yana bir qiziqarli ishdan bursib qoldi. O'zinglar bilsa, kuchaning nini olgan Naştını qıpılıp ettiğinde maşını stoqıp baydalı ve yenge bir 20 yıl gelgençe çupqa sulup bunan. Şununla çoğun yolunu otursa nan terip şudu. Şayanın taçen çayanda bir kadim şehir var ki bunun yeni yasaptı ama bunun hakikaten heyvet ki. Kadim şehirine çıkırsanlar hakikaten okşamayız gecimi. Ben bir noğa tuncu kedimizden kelişim çok şundan kızı verdim ama ekmetlik sefer kılımız geldiğimiz ki ekmetlik yerlerkenimize koymak. Maç yerekliniz gün olma. Buruk zamanda meşahede ben bopargın bulsam bana karanlar. Çeyrek ayağına kep kalsa İşe atıda kaçkasın vın. Bilisizlar biz g'olchilik bo'lganda qancha pollarni yetib qo'yamiz. Miyadan poy tishlab qoldi, ammo lekin haqiqatda ayvetgan bir ko'rib ketishga arziydi ekan. Uydan arilib chiqqandan yana boshqa nima emas, mana lag'manni bekerak sig'inatdi, mana degan arzuyimizga yetib oldi. Lag'manni qanday qilib qoldik degan chaqda mana shunday qilib apamiz yetib berdi. Bizning do'yirimizga boshdan oxirigacha ko'nchoq turadi emasmi? Shayoq yangimiz anglab lam deganda bizni yo'liq bo'lgan tushlik tomoq biznikidan deb. Şunda mehribon analarımızın medetinlisida bizning safarlarimiz yana davomlashyapti. Filmning oxirida shu bizni saqlab turayotgan ishonimizga yurak so'zimizni qilib keldi. Bizning yo'limizni qarab turayotgan ey mehribon analarimiz, bizni ansirmanglar. Biz sizlar o'ylagandan yaxshi turyapmiz. Bir mezgil sizlarning qo'linglar, qo'l putinglar put bo'lolmaydigan bo'ldik. Sizlarning salomatligingiz biz uchun eng chong boylik. Menga shunda salomat turinglar. Bu daq filmimizda musafir chiqqan 10 kunga qancha iqtisod ketdi, shuni sizlardan o'rtoqlashimiz. Yurak berib saqlash unutib qolmanglar. Bu daq bekitimiz bo'lsa Aqsu. Bu yer nimishlar nazarınızda olsun.